Mana Hodisatul Ifkda Oysha onamiz roziyallohu anhoni zino qildi, Safvon ibn Mu'tal bilan degan gapni tarqatdi munofiqlar. Odamlar tekshirmasdan bir-biriga aytib yurishaverdi bu gapni. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Rasulullohga qattiq aziyat bo'ldi. Abu Bakr Siddiqga aziyat bo'ldi. Musulmonlarda hamma ishlar to'xtab qoldi. Mana shunday holatda odamlar bir-biriga tashib yetkazib yuraverdi, lekin tekshirmadi hech kim. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ayoli ko'chadan keldida Ummayub, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha va Safvon haqida aytayotgan gapini eshitdingizmi?" dedi. "Ha, nima qilibdi?" "Ha, qaraya, hamma aytayaptimi?" Demadi. To'xtadi ayoliga. "Sen shu ishni qilarmiding?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Men shu ishni qilarmidimmi?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi, Safvon mendan yaxshi" dedi.